Bugun men pensionerlar uchun eng muhim mavzuni tushuntiraman. Pensiya olish, bank kartasi, nafaqa, qo'shimcha imtiyozlar, ishonchnoma, chet elga chiqish, ro'yxatdan o'tish va hujjatlarni yangilash bo'yicha yangi cheklovlar va nazorat tartiblari kuchaymoqda. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, boquvchisiga, bank kartasidan foydalanayotgan yaqinlariga bevosita tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta muddat o'tkazib yuborilsa yoki bitta noto'g'ri ariza topshirilsa, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtab qolishi, imtiyoz bekor bo'lishi yoki ortiqcha olingan pulni qaytarish talabi chiqishi mumkin. Men bugun sizga vahima emas, aniq tushuncha beraman. Oldin qanday edi, hozir nima o'zgaryapti? Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Kimlarga xavotir yo'q? Qaysi holatlarda pensiya to'xtatilishi mumkin? Va bunday vaziyatga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p xato qilinadigan joylar aynan oxirgi qismda bo'ladi. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Bu ma'lumotni oilangizdagi pensionerlarga ham yetkazib qo'ying. Avval pensiya tizimida ko'p masalalar odat bo'yicha hal qilinardi. Masalan, pensioner har oy kartasiga pul tushishini kutardi. Bankomatdan yechib olardi yoki farzandi kartadan foydalanardi. Ayrimlar pensiyani pochta orqali olardi. Kimdir boshqa viloyatga ko'chib ketgan bo'lsa ham eski manzil bo'yicha ma'lumotlar qolaverardi. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladigan ayrim fuqarolar tibbiy ko'rik muddatini kechiktirardi. Ishlayotgan pensionerlar esa daromadi, mehnat shartnomasi, soliq bazasidagi ma'lumotlar pensiya tizimiga qanday ta'sir qilishini har doim ham bilmasdi. Endi asosiy o'zgarish shundaki, davlat organlari, banklar, soliq tizimi, aholi ro'yxati, tibbiy ijtimoiy ekspertiza va ijtimoiy himoya ma'lumotlari bir-biri bilan ko'proq solishtirilmoqda. Ya'ni pensioner haqida ma'lumot faqat bitta daftarda yoki bitta idorada qolib ketmaydi. Manzil o'zgardimi? Fuqaro uzoq muddat chet elga chiqdimi? Vafot etgan shaxs nomiga to'lov davom etyaptimi? Nogironlik guruhi qayta tasdiqlanmaganmi? Pensiya kartasidan boshqa shaxs doimiy foydalanyaptimi? Imtiyoz olish uchun daromad yashirilganmi? Bularning hammasi tekshiruvga tushishi mumkin. Men buni cheklov deb aytganda faqat taqiqni nazarda tutmayapman. Bu yerda nazorat kuchayishi, hujjat talabining qat'iylashishi, ayrim to'lovlarni vaqtincha ushlab turish, ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish, imtiyozni qayta ko'rib chiqish kabi tartiblar ham bor. Oddiy qilib aytsam, pensiya olish huquqi bor odam pulini oladi, lekin ma'lumotlari to'g'ri, hujjatlari joyida, arizalari vaqtida, kartasi va ishonchnomasi qonuniy bo'lishi kerak. Birinchi toifa pensiya kartasidan o'zi emas, farzandi yoki boshqa qarindoshi foydalanayotganlar. Ko'p oilalarda shunday holat bor. Ota yoki ona yoshi katta, bankomatga bora olmaydi. Kartani o'g'liga yoki qiziga beradi. Bu hayotiy jihatdan tushunarli. Lekin muammo shundaki, karta egasi tirik, rozi va xabardor bo'lsa ham, pulni kim yechayotgani, pul qayerga sarflanayotgani, karta blok bo'lib qolsa kim javob berishi masalasi chiqadi. Agar pensionerning o'zi men pulni olmayapman deb murojaat qilsa yoki qarindoshlar o'rtasida nizo chiqsa, bankdagi operatsiyalar tekshiriladi. Masalan, 78 yoshli ayolning pensiyasi oyiga 1.300 ming so'm tushadi. Karta o'g'lida 3 oy davomida pul to'liq yechilgan. Keyin qizi kelib, onam bu pullarni ko'rmagan desa, bank ham, tegishli idora ham savol beradi, karta kimda bo'lgan? PIN kod kimga berilgan? Pensioner rozilik berganmi? Shuning uchun pensionerning o'zi imzo chekadigan ishonchnoma yoki bankdagi qonuniy vakillik tartibi bo'lmasa, bunday holat xavfli. Ikkinchi toifa. Ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Oldin ko'pchilik notariusdan ishonchnoma olib, bir necha oy yoki bir yil davomida pensiyani olaverardi. Endi ishonchnomaning amal qilish muddati, undagi vakolatlar, pensionerning tirikligi va roziligi muhimroq tekshiriladi. Ishonchnomada pensiya olish, bank kartasidan foydalanish, ariza topshirish, ma'lumotnoma olish kabi aniq vakolatlar yozilmagan bo'lsa, vakil hamma ishni qila olmaydi. Masalan, nabira buvisining nomidan pensiyani oladi, lekin ishonchnomada faqat kommunal to'lovlarni to'lash huquqi yozilgan. Bunday hujjat bilan pensiya bo'yicha murojaat qilish rad etilishi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma umumiy gaplar bilan emas, aniq maqsad bilan rasmiylashtirilishi kerak. Uchinchi toifa doimiy yashash manzili o'zgargan pensionerlar. Agar pensioner Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chib ketgan bo'lsa, lekin ro'yxati eski joyda qolgan bo'lsa, ayrim xizmatlar va imtiyozlarda muammo paydo bo'ladi. Pensiya odatda bank orqali tushishi mumkin,
Lekin ijtimoiy yordam, uy-joy bo'yicha imtiyoz, kommunal kompensatsiya. Mahalla orqali beriladigan yordamlar hududiy ma'lumotlarga bog'liq bo'ladi. Masalan, pensioner qishloqda yashaydi, lekin ro'yxati shaharda. Mahalla bizning ro'yxatda yo'q deydi. Eski mahalla esa u bu yerda yashamaydi deydi. Natijada odam huquqi bo'lsa ham yordam ola olmay qoladi. Shuning uchun manzil masalasini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. 4-toifa ishlayotgan pensionerlar. Pensiyaga chiqqanidan keyin ishlash taqiqlanmagan. Lekin ayrim to'lovlar, ustamalar yoki ijtimoiy yordamlar daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pensioner rasmiy ishlasa, uning maoshi soliq bazasida ko'rinadi. Agar kam ta'minlangan sifatida yordam olayotgan bo'lsa. Lekin oylik daromadi yuqori bo'lsa, yordam qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, 65 yoshli erkak oyga 1800 ming so'm pensiya oladi. Qo'shimcha ravishda qo'riqchi bo'lib 2500 ming so'm maosh oladi. Pensiyaning o'zi to'xtamaydi. Lekin daromadga qarab berilgan ayrim yordamlar yoki kompensatsiyalar qayta ko'rilishi mumkin. Eng katta xato shuki, odamlar men pensionerman, menga hamma imtiyoz avtomatik beriladi deb o'ylaydi. Aslida imtiyozlarning hammasi bir xil emas. Biri yoshga bog'liq, biri nogironlikka bog'liq, biri nogironlikka bog'liq, biri daromadga bog'liq, biri manzilga bog'liq. 5-toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda eng muhim masala qayta tibbiy ko'rik muddatidir. Agar nogironlik guruhi muddatli belgilangan bo'lsa, o'sha muddat tugashidan oldin tegishli tibbiy ijtimoiy ekspertizadan o'tish kerak. Agar odam kechiksa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Masalan, fuqaroning nogironlik guruhi 1 iyulgacha belgilangan. U keyin boraman deb avgustgacha yurdi. Tizimda muddati tugagan deb ko'rinadi. Nafaqa ushlanishi mumkin. Keyin hujjatlarni tiklashga vaqt ketadi. Agar uzrli sabab bo'lsa, masalan, shifoxonada yotgan bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Og'zaki kasal edim deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. 6-toifa. Chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Bu masala juda nozik. Chet elga qisqa muddat davolanishga, mehmon bo'lib yoki farzandlarini ko'rishga borish boshqa, doimiy yashashga ketish boshqa. Agar pensioner boshqa davlatda uzoq vaqt yashasa, uning pensiya olish tartibi, bank kartasidan foydalanish, valyuta va xalqaro o'tkazmalar bilan bog'liq savollar paydo bo'ladi. Masalan, pensioner Turkiyada farzandi bilan 8 oy yashayapti. Pensiya kartasi esa O'zbekistonda boshqa qarindoshida. Bunday vaziyatda pensionerning o'zi xabardormi? Pulni olishyaptimi? U tirik va rozimi? degan savollar tug'ilishi mumkin. Ayrim hollarda konsullik yoki vakolatli organ orqali hujjat tasdiqlatish talab qilinadi. 7-toifa. Vafot etgan pensioner nomiga pul tushib qolgan holatlar. Bu juda og'ir, lekin amaliyotda uchraydigan masala. Pensioner vafot etgandan keyin qarindoshlar bu haqida vaqtida xabar bermasa, pensiya kartaga tushishda davom etishi mumkin. Keyin bu mablag'i ortiqcha to'lov hisoblanadi va qaytarish talabi chiqadi. Masalan, ota vafot etdi. Oilasi dafn ishlari bilan ovora bo'ldi. Idoralarga xabar berilmadi. Karta esa o'g'lida qoldi. 2 oy pensiya tushdi va yechildi. Keyin tizim ma'lumotlarini solishtirdi va ortiqcha to'lovni aniqladi. Bu pulni dafn xarajati uchun ishlatdik deyish bilan oqlab bo'lmaydi. Dafn puli yoki boshqa yordamlar alohida tartibda beriladi. Vafot etgan shaxs nomiga tushgan pensiyani yechish esa muammo keltiradi. 1-cheklov. Shaxsiy ma'lumotlar mos kelmasa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta almashtirilgan, familiya o'zgargan, tug'ilgan sana bazada noto'g'ri kiritilgan, JSHSIR raqami bilan bank ma'lumotlari mos kelmagan bo'lsa, tizim to'lovni tekshirishga chiqaradi. Shuning uchun pul tushmadi deganda darhol vahima qilmasdan, avvalo bank va pensiya bo'limidagi ma'lumotlar bir xilmi? Shuni tekshirish kerak. 2-cheklov. Bank kartasi egasi va pensiya oluvchi bir shaxs bo'lishi kerak. Pensiya boshqa odamning kartasiga doimiy tushishi odat to'g'ri tartib emas. Agar qonuniy vakillik, vasiylik yoki ishonchnoma bo'lsa, alohida tartib bo'ladi. Lekin qulay bo'lsin, o'g'limning kartasiga tushsin degan yondashuv ko'plab muammoga olib keladi. 3-cheklov ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, vakil pul olish yoki ariza topshirish huquqini yo'qotadi. Ishonchnoma 1 yilga berilgan bo'lsa, 1 yildan keyin yangilash kerak. Notariusda tuzilgan hujjatning nusxasi yo'qolsa, qayta rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Ayniqsa yotib qolgan, harakatlanishi qiyin pensionerlar uchun mobil notarius yoki uyga chaqirish imkoniyatini oldindan so'rab bilish kerak.
To'rtinchi cheklov, nogironlik guruhi muddati o'tgan bo'lsa, to'lov avtomatik davom etmasligi mumkin. Bu yerda men 10 yildan beri shu kasallik bilan yuribman degan gap yetarli emas. Agar hujjatda muddat ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha muddat asosiy hisoblanadi. 5-cheklov. Ijtimoiy yordam va kompensatsiyalar daromadga qarab qayta ko'riladi. Pensiya, maosh, tadbirkorlik daromadi, ijara daromadi, oiladagi boshqa a'zolarning rasmiy daromadi inobatga olinishi mumkin. Masalan, pensionerning o'zi kam pensiya oladi, lekin bir xonadonda yashaydigan farzandi yug'ori maosh olsa ayrim manziliy yordamlar rad etilishi mumkin. Bu hamma imtiyozga tegishli emas, lekin manziliy yordamda muhim. 6-cheklov. Bir vaqtning o'zida bir xil turdagi ikki to'lovni olishga yo'l qo'yilmasligi mumkin. Masalan, fuqaro bir asos bo'yicha pensiya, boshqa asos bo'yicha nafaqa olishga da'vo qilsa, qaysi biri tanlanishi yoki qaysi biri qonuniy ekanligi tekshiriladi. Ba'zi holatda odam o'ziga foydaliroq to'lov turini tanlash huquqiga ega bo'ladi, lekin ikki tomondan bir xil maqsaddagi pulni olish mumkin bo'lmaydi. 7-cheklov, vafot, ko'chish, hujjat almashish, ishga kirish, nogironlik maqomi o'zgarishi kabi holatlar haqida vaqtida xabar berilmasa, ortiqcha to'lov qaytarilishi talab qilinadi. Bu juda muhim. Davlat siz aytmadingiz, men bilmadim deb qolmaydi. Ma'lumot keyinroq aniqlansa ham hisob-kitob qilinadi. 8-cheklov, firibgarlik va soxta vositachilar bilan bog'liq holatlar. Hozir pensiyangizni oshirib beraman, imtiyoz chiqarib beraman, navbatsiz hujjat qilib beraman deydiganlar ko'paygan. Agar pensioner ularga pasport nusxasi, karta raqami, SMS kod yoki elektron imzo kalitini bersa, pulidan ayrilishi mumkin. Hech qachon SMS kodini aytmang. Hech kimga bank kartangizning PIN kodini bermang. Pensiya oshirish faqat rasmiy ish staji, ish haqi, qonuniy indeksatsiya va belgilangan tartiblar asosida bo'ladi. Birinchi nozik jihat, pensiya to'xtadi degani, pensioner huquqidan butunlay mahrum bo'ldi degani emas. Ko'p hollarda to'lov vaqtincha ushlab turiladi, sabab aniqlanadi, hujjat to'g'rilanadi, keyin to'lov tiklanadi. Lekin kechikish odamning kundalik hayotiga og'ir ta'sir qiladi. Dori olish, kommunal to'lov, oziq-ovqat, kredit, qarz masalalari bor. Shuning uchun muammoni oldin olish yaxshiroq. Ikkinchi nozik jihat, hamma pensionerlar bir xil xavf ostida emas. Agar sizning pasportingiz yangilangan, bank kartangiz o'z nomingizda, manzilingiz to'g'ri, nogironlik muddatingiz muddatsiz yoki vaqtida tasdiqlangan, chet elda doimiy yashamayotgan bo'lsangiz, odatda ortiqcha xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir ma'lumotlarni yiliga kamida bir marta tekshirtirib qo'yish foydali. Uchinchi nozik jihat, yoshi katta odamning savodsizligi yoki texnikani bilmasligi uni javobgarlikdan to'liq ozod qilmaydi. Masalan, pensioner kartasini qo'shnisiga berib qo'ydi. Qo'shnisi pulni yechib oldi. Bank nuqtai nazaridan karta, PIN kod va SMS kod egasi mas'uliyatli bo'lishi kerak. Shuning uchun men har doim aytaman. Kartani ishonchli farzandga ham bersangiz, hamma narsa yozma, qonuniy va shaffof bo'lsin. 4-nozik jihat, pensiya miqdori kam ko'rinsa, uni qayta hisoblatish mumkin, lekin bu avtomatik bo'lmaydi. Staj noto'g'ri kiritilgan, arxiv ma'lumotlari topilmagan, eski ish joyidan maosh hujjati olinmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensionerning o'zi yoki vakili ariza bilan murojaat qiladi. Agar qo'shimcha hujjatlar topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Lekin hammaniki oshdi, menikini ham oshiring degan og'zaki talab yetarli emas. 5-nozik jihat, chet eldagi pensionerlar uchun tiriklikni tasdiqlash masalasi. Agar tizim pensionerning O'zbekistonda yashamayotgani yoki uzoq vaqt ko'rinmagani aniqlasa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Bunda konsullik, notarial tasdiq, video identifikatsiya yoki boshqa rasmiy tartiblar haqida tegishli idoradan aniqlik kiritish kerak. Eng yomoni kartani O'zbekistonda qoldirib, o'zi boshqa davlatda yillar davomida yashash va hech qanday hujjat yangilamaslik. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, amal qilish muddatini ko'ring. JSSH raqamingiz bankda, pensiya bo'limida va boshqa idoralarda bir xil kiritilganmi? Tekshiring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana xatosiz bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tartibga keltiring. Pensiya o'z nomingizdagi kartaga tushsin. Karta muddati tugashiga 2 oy qolganda yangisini oling. PIN kodni hech kimga aytmang. SMS kodni hech kimga bermang. Agar farzandingiz yordam bersa, u bilan birga bankka borib qonuniy yechimni so'rang. Qo'shimcha karta, vakillik.
Ishonchnoma yoki bankning rasmiy xizmatlari bor yo'qligini aniqlang. 3-qadam. Ishonchnomani to'g'ri rasmiylashtiring. Agar pensioner o'zi yura olmasa, notariusga murojaat qiling. Ishonchnomada vakilning to'liq ma'lumotlari, pensiya olish, bank ishlarini bajarish, ariza topshirish, ma'lumotnoma olish, kerak bo'lsa qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilish vakolatlari aniq yozilsin. Muddati tugashidan oldin yangilang. 4-qadam. Nogironlik hujjatlarini kuzatib boring. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasida muddat bormi, yo'qmi? Diqqat bilan o'qing. Muddatli bo'lsa, tugashidan kamida bir oy oldin oilaviy poliklinika yoki tegishli tibbiy muassasaga murojaat qiling. Kasallik tarixlari, shifoxona ko'chirmalari, tahlillar, rentgen yoki boshqa tekshiruv natijalarini saqlang. 5-qadam. Yashash manzilingizni to'g'rilang. Qayerda yashasangiz, hujjatlar ham imkon qadar shu joyga mos bo'lsin. Mahallada ro'yxat, kommunal to'lovlar, uy-joy hujjatlari, ijtimoiy yordam arizalari bir-biriga zid bo'lmasin. Agar vaqtincha boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, qaysi xizmatlarni qayerdan olishingizni oldindan so'rab biling. 6-qadam. Pensiya miqdorini tekshirtiring. Agar sizda eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, ish haqi haqida ma'lumotnoma, harbiy xizmat, tug'ruq ta'tili, zararli ish sharoiti, uzoq yillik staj bo'yicha hujjatlar bo'lsa, ularni yig'ing. Pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga ariza bilan murojaat qilib qayta ko'rib chiqishni so'rashingiz mumkin. Arizada mening pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman, chunki qo'shimcha ish staji yoki ish haq hujjatlari mavjud deb aniq yozing. 7-qadam. Ortiqcha to'lovdan ehtiyot bo'ling. Pensioni vafot etsa, yaqinlari bu haqida tegishli idoralarga vaqtida xabar berish kerak. Kartaga keyin tushgan pulni yechmang. Agar tushib qolsa, bank va pensiya bo'limiga murojaat qiling. Bu og'ir paytda noqulay tuyulishi mumkin, lekin keyin qarzdorlik va sudlashuv bo'lmasligi uchun shunday qilish kerak. 8-qadam. Har bir murojaatni yozma qiling. Og'zaki gapga ishonib qolmang. Ariza topshirsangiz, ro'yxatdan o'tgan raqamini oling. Davlat xizmatlari markazi, pensiya bo'limi, bank, mahalla yoki tibbiy muassasaga murojaat qilganda hujjat nusxasini saqlang. Telefon orqali aytilgan gap keyin isbot bo'lmasligi mumkin. Lekin ariza raqami va javob xati isbot bo'ladi. 9-qadam. Firibgarlardan saqlaning. Men sizga pensiyani 2 barobar oshirib beraman. Kartangizga kompensatsiya tushiraman. SMS kodni ayting degan odam darhol shubhali. Rasmiy idora hech qachon SMS kod so'ramaydi. Elektron imzo, bank kodi, karta PIN kodi sizning shaxsiy kalitingiz. Uni bergan odam pulini ham, huquqini ham xavfga qo'yadi. Bugun men pensionerlar uchun kuchayayotgan asosiy cheklovlar va nazorat tartiblarini tushuntirdim. Eng muhim xulosa shuki, pensiya olish huquqi saqlanadi, lekin hujjatlar, bank kartasi, ishonchnoma, manzil, nogironlik muddati, daromad va chet elda bo'lish holati tartibli bo'lishi shart. Muammo ko'pincha qonun bilmaslikdan emas, mayda ko'ringan hujjatni vaqtida yangilamaslikdan chiqadi. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq 3 narsani tekshiring. Hujjatlar to'g'rimi, karta o'z nomidami, ishonchnoma yoki nogironlik muddati o'tib ketmaganmi? Shu 3 qadam ko'p muammolarning oldini oladi. Sizning hududingizda pensiya, nafaqa, karta yoki imtiyozlar bo'yicha qanday muammo bo'lyapti? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringiz bilan ulashing.